Yo'q, hammaga hello, sizlar bilan men har doimgidek Lord PUBG do'stlar, sizlar bilan bugun Buldrop Open case qilamiz. Mana bizda dengiz maxluqi degan casega promo kodimiz bor. Bundan hozir narsa tushirib omadimizni sinab ko'ramiz. Necha yuzta chiqarishimizni bilmadim. Video davomida ko'rib ko'rasizlar. Ana ochdik bizaga. No yaxshi. Qancha bu? Mayli 5. Buni ko'tarib olamiz hozir. Sapyor o'yinidan Sapyor o'yiniga kiramiz. Endi bu yerga bir tikamiz. O'yinni boshlaymiz. Tak. Mana shu yer, yana bu yerni bosamiz. Mana bu yerni ham bossammikan? Mayli bosdim. Qani tezroq. Ko'proq yuksak chiqarmoqchiman. Chunki men Airpulni UC'sini ishlatib qo'ygandim. O'shaning uchun UC ishlamoqchi edim. Hozir bizada yetarlicha balans. Mana shu balansni tezroq ko'tarmoqchiman. Yana bu yoqni 4-7. Voy. Mayli, hech qisi yo'q. Mana bunday taktikam bor edi meni. Hozir ishlab qolsa, lekin ko'proq yechilsa bo'ladi. Sizlar ham mana shu taktikani qo'llab ko'ringizlar. O'xshab qolishi mumkin. Tak, mana shu yerda, mana bu yerni ham, bu tepani va yana bitta chekan. O yaxshi ishladi. 7 yana 2 ta joy 971. 2 ta joyni bossam yetadi. 3 ta joy topishim kerak. Yana bitta topsam 25 bo'ladi. Yana bitta qayerni bossam? Voy, 25. Yana bitta topsam 38 ga ko'tariladi balans. Yaxshi, 38 gacha olamiz. Ana endi case ochamiz. Case qanday case? Aptechka case bor edi. Aptechka case. Hozir o'sha aptechka case'ini qidiraylik. Pastroq bo'lardi. Mana aptechka case'dan ochamiz. 42 ga nega skuf ochmayapsiz desanglar, skufda menga omad kelmaydi. Voy, bergan narsasini birmi bu? Voy, bir ekan. Yana bitta ochamiz. Voy, yana shunaqaga to'xtadi-yu. Bu qancha bo'ldi? Voy, yana bir. Yana ketdik. Yana bitta. To'xta. Voy, necha edi bu? Necha edi? Tushmagan yaxshi ekanmi? 1 ekan. Voy, yaxshi 13. Yana bitta ochamiz. Va yedirdi. Nimaga omad kelmayapti, bilmayapman. Endi bu case'dan chiqib oldidagi yana bitta shunaqa case bor edi. Hozir sal teparoqda. Mana aksessuarlar degan case. Buni ochib ko'ramiz, qani omad keladimi, yo'qmi? Voy, buni ham yediryapti-yu. Bu qancha bo'ldi? 17. Yaxshi. 1 minus. Minusga bilmayman, voy, o'tib ketdi-yu. Bu necha 5 va 11 balans qoldi. Yana sapyor o'ynaymiz endi. Sapyorga bir tikib o'yinni boshladik. Bu yerni tak. Voy. Yana bir marta. Yana oxirigacha borib, keyin kamon sifat qilishimiz kerak. Kamonga o'xshatib. Shunaqa taktika ham bor edi. Yaxshi ishlayapti.
U 971 ishlayapti bu taktikam. Vay. Yedirdi-yu. Qani yana boyagi taktikam qo'llab ko'ramiz. Balkim yana ish berib qolar. Yana tak. Mana shuni yana qilib ketsak, balkim o'xshab qolar. O'rtani ham bitta bosib qo'yamiz. Endi ikkita chekani bosishimiz kerak. Ana. Mana shu 971. Endi-chi. Ana endi yana jintigini ko'tarsam, yana 38 gacha olaman degan paytim yana granata chiqib qoldi-yu. Endi yana bitta boshqacharoq taktika. Mana shu ikkita chekani bosib ketaverasizlar va o'rtani bitta bosasizlar. Bizda bomba chiqadi. Keyin yutqizib qo'yamiz. Hazil do'stlar. Voy, yediryapti-ku. Avto tanlashni bossak yana yediradi. Keyin yana bunisida ko'proq yetib olsak. Mana shu yer yaxshi. Bu yer ham. 971 yana 3 tami? Yo'q. Endi 3 ta topish kerak. 3 ta topsam 38. Balans yechib olamiz. Voy, yedirdi-yu. Aynan o'rtasiga qo'yib qo'yganni endi topmasak bo'lmaydi. Yana taktika qilamiz. O'zimizdan taktikalar o'ylab tashlaymiz. Bu yerni o'rtasi 971 balans yana. Yana 4 ta, endi 3 ta. Yana 2 ta topsam bo'ldi. 2 dona. Yaxshi. Yana 1 dona. 38 yaxshi. Yana keys ochamiz do'stlar. Bitta sapyor o'yinidan hozir bizda 41 balans bo'lsa, yana 9 balans ishlashim kerak. 49 talka buqa keysi bor edi, o'shadan ochmoqchi edim. Hozir 9 ishlab olaylik, keyin ko'ramiz. Bizga nima tushar ekan. Mana shu 4 7. Yana 3 tami 2 tami topish kerak. 2 dona. Mana bitta ishlasam bo'ldi. Va mana 50 balans. Pastga tushamiz. Mana promokod, oddiy promokod orqali shutib ko'tarib oldim. Pastroqda. Pastda edi u buqa keysi. Mana kumush buqa. Mana shu keysdan ochamiz. Qani ketdi. Sil normalniroq ber. Atayab 60 va bergan narsasini 20. Vay. Namuncha pas endi bu. Yana sapyor o'yinni ko'taramiz. Turinglarchi, yana keys ochib ko'ramiz ham. Mayli, yana keys ochib ko'ramiz. Boy keyslar qani edi? Mana. Qani ketdi. Voy, bor-ku, yana o'q. Namuncha o'qdan tushadi. Minusga tiqordi-yu. Bergan narsasini yana bir. Yana sapyordan ko'tarib ko'ramiz va endigisida omad kelmaydi-yu. Yana bilmadim. Qani. Voy, bittada chiqdi-yu.
Yana boya taktika ham qo'llab ko'ramiz. Va endi yediradi. Endi yediradi-yu. Bu yerni, yo'qni. Tepadan bitta bosamiz. Yo'qda. Tepadan bosmoqchi edim. Yana shu taktika. Tepani ikkita yonbosh. Tepadan. Yaxshi. 747. Voy, o'rtani bosamanmi men ham. Voy, kuydirdi. Eng oxirgi balanslar. Mayli, bugun hech chiqarib keta olmadim. Sizlar kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, yana shunday qiziq videolar chiqaraman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga ham like bosish esdan chiqmasin. Nimaga endi ishlamayapti? Ishlatamiz. 85 yaxshi. Endi buni tikib Crash o'ynaymiz. Crashda 1.12 gacha boribdi. Demak, hozir 3 gacha yoki 2 gacha aniq boradi. Mayli, men ikkalasining o'rtasida to'xtataman. 2,5 da to'xtatmoqchiman. Yaxshi. Bo'ladi. 3.2. Yaxshi, yerda to'xtatibman. Qani endi yana bitta o'ynaymiz. 2 da to'xtaydi menimcha. Yoki 2 da debman. 2 dan oshgandan keyin to'xtaydi. 2 gacha borib minus yeb ketmasin. Bir yarim gacha bordi. Ozgincha yaxshi. Endi yana sapyor o'yinida balansni ko'tarib ko'ramiz. Voy, borligini. tarafda ham bo'ldi, balansimiz kuydi. Yana kuchaytirishdan ko'tarib ko'ramiz. Mana birga tikamiz. Birga tikishga o'xshadi, o'xshamasa bilmadim. Voy, o'xshamadi. Bo'pti, hammaga xayr.